Assalomu alaykum aziz. Demak, milliy sertifikat darajasidagi mana bu misolning yechimini ko'ramiz. Shartida aytilishicha bo'yicha ABC to'g'riburchakli uchburchakning C burchagi to'g'ri burchak, AB gipotenuza esa 20 ga teng. Va to'g'ri burchakning o'tkir burchagining medianalari, ya'ni ikkita o'tkir burchakning medianalari y teng x plus 3 va y teng 2x plus 4 to'g'ri chiziqlarda yotadi deyapti. Demak, mana bu medianasi to'g'ri burchakli uchburchakli o'tkir burchakdan chiqqan mediana 2x plus 4 to'g'ri chiziqda yotar ekan, mana to'g'ri chiziqda. Keyingisi esa mana bu A dan chiqqan mediana y teng x plus 3 to'g'ri chiziqda yotadi. Shunday bo'lsa, demak biz aytyaptiki, to'g'ri burchakli uchburchak yuzini toping deyapti. S A B C ni toping deyapti. Demak, mana shuni topishimiz kerak. Xo'sh, birinchidan uni hozir qanday topa olamiz? Medianalarga bog'lashimiz kerak. Qaranglar, bizda bitta shart bor edi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda, umuman istalgan uchburchakda medianalar kesishgan nuqtasida bo'linish nisbati bor edi. Ya'ni uchidan boshlab hisoblaganda medianalar kesish joyida 2:1 nisbatda bo'linardi har bitta mediana. Demak, uchidan mana bu joygacha 2x bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i oddiy x bo'lardi. Mana bu uchidan medianalar kesishgan joygacha 2y bo'ladigan bo'lsa, bu yog'i oddiy y bo'lardi. 2:1 nisbatda bo'linardi. Shundan foydalanamiz. Keyin xo'sh, endi demak, mana shu narsa bor edi bizda. 2:1 nisbatda bo'linishi. Bundan keyingi masala. Biz bilamizki, mana bu to'g'ri chiziqda x oldidagi son, ya'ni k bu burchak koeffitsient hisoblanadi, bilasizlar, ya'ni y teng kx plus b. Bu k burchak koeffitsiyentida k tangens alfaga teng edi. Demak, mana bunda k hozir necha bo'ladi? 1 bo'lyapti. Demak, tangens alfa teng 1, alfa teng 45 gradus bo'ladi. Xo'sh, demak, hozir mana bu burchak 45 gradus. Ya'ni to'g'ri chiziqning OX o'qini musbat yo'nalish bilan hosil qilgan burchagi 45 gradus bo'ldi. Endi mana buni topadigan bo'lsak. Xo'sh, buni ham qanaqadir alfa degan bo'lsak, endi bizda bo'ladi tangens alfa 2 bo'ladi. Xo'sh, shu esimizda qolsin. Ya'ni buni k'si 2 da hozir. Tangens alfa 2 bo'ladi. Xo'sh, bu 2 bo'ladigan bo'lsa, alfa bo'ladigan bo'lsa, uni qo'shnisi pi minus alfa bo'ladi. Bilasizlar, 180 gradus bo'lishi kerak. Endi mana bu yerga e'tibor qaratsanglar, mana bu yerda bitta uchburchak hosil bo'ldi. Mana. Bitta burchagi 45, bittasi pi minus alfa. Shu joydan mana bu burchakni topib olamiz. Demak, 45 pi minus alfa va mana bu burchakni qo'shsak 180 chiqish kerak. Uchburchakning ichki burchaklar yig'indisidan. Demak, bu yer nima bo'lib qoladi o'z-o'zidan? Alfa minus 45 gradus bo'ladi. Alfa minus 45, pi minus alfa 45 ni qo'shsak, demak 180 chiqadi. O'z-o'zidan ikkita to'g'ri kesishyapti-ku. Vertikal burchaklar teng bo'ladi. Demak, bu ham alfa minus 45 gradus bo'lishi kerak. Demak, eslab qolamiz. Bunisi ham alfa minus 45. Bu alfa minus 45, bunisi ham alfa minus 45. Endi qaranglar, to'g'ri chiziqlar kesishganda qo'shni burchaklarimiz 180 bo'lishi kerak edi. 180 bo'lishi uchun bu yog'i alfa minus 45 bo'lgandan keyin bu yog'i nima bo'ladi? O'z-o'zidan bu yog'i 225 minus alfa bo'ladi. Nimaga? Chunki 225 minus alfa bilan alfa minus 45 ni bir-biriga qo'shsak, nima chiqadi bizda? 180 gradus chiqadi. Nimaga bunday qilyapmiz? Bunday qilishimizga sabab, biz bilamizki, hozir mana bu joyda uchburchakli yuzini topa olamiz. Mana uchburchakli yuzini. Qanday topiladi bu? 2x ko'paytirilgan 2y, to'g'rimi? Taqsim 2 ko'paytiruv sinus alfa, ya'ni xo'sh, mana shu uchburchak uchun yuzi bo'ladi 2x ko'paytirilgan 2y ko'paytirilgan sinus 225 minus alfa taqsim 2. Keyin qaranglar. Bu hozir ikkita mediana kesishgan joy, to'g'rimi? Keyin 3-medianani ham shunday o'tkazsak, shuni 3 ta mediana o'tganda yuzalar teng 6 ta bo'lakka bo'linadi, teng 6 ta bo'lakka. Shunda mana bu uchburchakli yuzini 2 ga bo'lamiz. Shunda bitta uchburchakchani yuzi chiqadi. O'shani 6 ga ko'paytirsak, uchburchakli yuzi kelib chiqadi. Bizga o'sha joy kerak. Demak, buni 2 ga bo'lib, bitta 6 ga ko'paytirar ekanmiz. Shunda ABC uchburchakning yuzi chiqar ekan. Tushunarli hammaga? Demak, nima ish qildik? Mana bu yerdagi uchburchak yuzini topdik va uni 2 ga bo'lamiz. Bitta uchburchakchani yuzi hosil bo'ladi. Keyin 6 ga ko'paytiramiz. Shunda ishlab qo'yadigan bo'lsa, 2 pastga tushadi, 2 ta 2lar qisqarib ketadi. Xo'sh, bizda hosil bo'ladi x, y sinus 225 minus alfa ko'paytirilgan 6 hosil bo'ladi. Demak, biz o'shani topishimiz kerak, ya'ni x, y ga bog'lashimiz kerak. Endi uni qanday bog'laymiz? Uni kosinuslar teoremasidan bog'laymiz o'rtoqlar. Birinchi o'rinda bilasizlar, mana mediana edi-yu, mana bu joy a taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa,
bu yog'i ham a taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni tomon teng bo'ladi. Shunda biz mana bu uchburchakka bitta kosinuslar teoremasini qo'llaymiz. Demak, a taqsim 2 ning kvadrati teng bo'lishi kerak 2x ning kvadrati qo'shilgan y ning kvadrati minus demak 2 ko'paytiruv 2x ko'paytiruv y ko'paytirilgan kosinus alfa minus 45 ga. Xo'sh, va mana bu yeri median edi-ku. Buni b taqsim 2 desak, bu ham b taqsim 2 bo'ldi. Bunga ham bitta kosinuslar teoremasi qo'llaymiz. Demak, b taqsim 2 ning kvadrati teng bo'ladi 2y kvadrati qo'shilgan x kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 2y ko'paytirilgan x ko'paytirilgan kosinus alfa minus 45. Xo'sh, endi buni hisob kitobini joyiga qo'yadigan bo'lsak, qaranglar nima bo'ladi. Bizda mana bu joy hozir a kvadrat taqsim 4 teng 4x kvadrat qo'shilgan y kvadrat minus 4xy kosinus alfa minus 45 bo'ldi. Endi buni hisoblaydigan bo'lsak, b kvadrat taqsim 4 teng 4y kvadrat plus x kvadrat minus 4xy kosinus alfa minus 45 bo'ldi. Endi bular bitta qo'shib o'raydigan bo'lsak, demak bilasizlar, mana bu yerda mahraj bir xil bo'lgani uchun a kvadrat plus b kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Teng 4y kvadratga bittasi qo'shilsa 5y kvadrat bo'ladi. Plus 4x kvadratga x kvadrat qo'shilsa 5x kvadrat bo'ladi. Minus 4xy qo'shiladi 8xy kosinus alfa minus 45 bo'ladi. Mana. Keyin mana Pifagor qo'llab qo'yaylik. Mana bu demak a bu b bo'ladigan bo'lsa, gipotenuza 20 bo'lyapti. A ning kvadratiga b ning kvadratini qo'shadigan bo'lsak, o'rtoqlar 20 ning kvadrat chiqadi, ya'ni 400. Ya a kvadrat plus b kvadrat o'rniga 400 qo'yib ketishimiz mumkin. 400 qo'ysak 4 ga bo'lamiz, demak 500. 100 degan javob chiqadi. Mana bu joyda. Bu hal turib tursin. Endi mana bu uchburchakka demak mana buni endi qanaqadir bir A nuqta deb tursak, A, B uchburchakka kosinuslar teoremasi. Demak, 20 ning kvadrati teng bo'ladi mana bu tomon 2x ning kvadrati plus mana bu tomon 2y ning kvadrati va minus 2 ko'paytirilgan 2x ko'paytirilgan 2y ko'paytirilgan kosinus mana bu 225 minus alfa orasidagi burchak. Demak, kosinus 225 minus alfa. Demak, 20 ning kvadrati o'rtoqlar 400 bo'ldi. 4x kvadrat qo'shilgan 4y kvadrat minus 8 ta xy kosinus 225 da 180 plus 45 minus alfa deymiz. Bu ikkalasi 180 45 qo'ysak 225 beraveradi. Demak, 400 4x kvadrat qo'shilgan 4y kvadrat minus 8 ta xy. Qaranglar, bu pi degani, to'g'rimi? 180. Pi plus alfa. Pi plus alfada kosinus o'zi chiqadi. Alfani olib faqat minusda 3-chorakka o'tganida. Shunda mana bu joy plus bo'lib qoladi. Kosinus 45 minus alfa. Keyin tenglikni ikki tomon 4 ga bo'lib yuboramiz. Bu 100 teng x kvadrat plus y kvadrat plus 4 ga bo'lsak 2xy. Keyin qaranglar, mana bitta minus chiqarsak, alfani oldi plus, kosinus 45 dan minus bo'ladi. Chiqqan minus kosinus va plus bo'ladi. Demak, kosinus alfa minus 45 bo'lib qoladi. Endi bu bilan mana buni sistema qilib x kvadrat y kvadrat yo'qotib yuborish uchun bularda oltida 5 bor-ku. Xo'sh. Bunda tenglikni ikki tomonini minus 5 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda mana bu bizda minus 500 bo'ladi. Teng minus 5x kvadrat bo'ladi. Minus 5y kvadrat bo'ladi. Minus 10 ta xy kosinus alfa minus 45 bo'ladi. Va mana buni olib kelamiz yoniga. Albatta a kvadrat plus b kvadrat o'rniga 400 qo'yamiz. 400 qo'ysak, 400 4 ga bo'lsak 100. Demak, 100 teng mana buni o'zi. 5y kvadrat qo'shilgan 5x kvadrat minus 8 ta xy kosinus alfa minus 45 bo'ldi o'rtoqlar. Hamma tushundik? Xo'sh, endi buni bitta sistema qilib qo'shib yuborsak,
Demak, bu ikkalasi minus 400 bo'ladi. Bular umuman yo'q bo'lib ketadi. Bu ikkalasi qo'shiladi minus 18 ta x y kosinus alfa minus 45 bo'ladi. Bizga aynan x y kerak-da. Mana bu joyga shuni olib borib qo'yish uchun. Endi nima qilamiz degan savolga, demak xo'sh. Endi mana x y ni topsak, minus 18 kosinus alfa minus 45 ni bo'lish bo'lib o'tadi. Ikkita minus bo'linganda plus bo'lib ketadi. Demak, x y imiz teng bo'lar ekan 400 taqsim 18 kosinus alfa minus 45 ga. Ya'ni ikkita minus bo'linganda plus bo'lib ketadi. Buni qisqartirib qo'yishimiz ham mumkin. Demak, x y teng bo'ladi 400 bilan 18 2 qisqarsa 200 taqsim 9 ta kosinus alfa minus 45 ga. Mana. Buni demak, mana x y o'rniga olib borib qo'yamiz. Faqat mana buni ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Sinus 225 minus alfa degani bu ham demak alfa minus 45 ga keladi. Qanday keladi desa, demak sinus 225 minus alfa. Buni 180 plus 45 minus alfa deydigan bo'lsak, birinchidan 180 bu pi. Pi plus alfa da sinus o'ziga qaytadi, faqat ishorasi minus 3-chorakka o'tgani uchun. Minus sinus 45 minus alfa bo'ladi. Mana undan bitta minus chiqarsak, chiqqan minus sinus oldinga chiqaradi, mana uni plus qilib yuboradi. Alfani oldi plus, 45 ni oldi minus bo'lib qoladi. Demak, sinus alfa minus 45 bo'lar ekan bu. Xo'sh, alfa minus 45. Demak, o'rniga qo'yamiz. S A B S teng bo'lar ekan x y o'rniga 200 taqsim 9 kosinus alfa minus 45. Xo'sh, ko'paytirilgan sinus alfa minus 45 ko'paytirilgan 6 bilan 9 qisqaradi yoki 6 ni tepaga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1200 taqsim 9 bo'ladi. Ko'paytirilgan bu yerda. Xo'sh, sinus bilan kosinusning nisbati tangensni beradi. Tangens alfa minus 45. Endi tangens alfa minus 45 ni mana bu yerda topib qo'yadigan bo'lsak, tangens alfa minus 45. Uni ochilishini bilasizlar. Demak, tangens alfa minus tangens 45 taqsim 1 plus tangens alfa ko'paytirilgan tangens 45. Tangens 45 ni 1 ga teng. Tangens alfamiz esa 2 mana. Demak, 2 minus 1 taqsim 1 plus 2 bo'lib qoladi. Demak, 1 taqsim 3 degan javob chiqarar ekan. Xo'sh, o'rniga qo'ysak, uchburchagimiz yuzi chiqadi. Demak, S A B S teng. Xo'sh, buni 200 bilan 9 da demak qisqartirib yuborsak bo'ladi. 3 ga 400 taqsim 3 ko'paytirib tangens alfa minus 45imiz 1 taqsim 3. Shunda 400 taqsim 9 bo'lar ekan. Bu uchburchagimiz yuzi. Qilgan ishimiz kosinuslar teoremasi bo'ladi. Undan oldin birinchidan bilib oldik. Mana burchak 45 ligini. Uni qayerdan bilding desa, mana to'g'ri chiziq. Demak, k-si 1 bo'lib turibdi. Demak, alfa 45, mana burchak 45 bo'lishi kerak. Bunda to'g'ri chiziqning k-si 2, demak, mana bu burchakda alfa desak, tangens alfa 2 bo'ladi. Bu pi minus alfa bo'ladi. Mana bu yerda demak, bitta uchburchak yasalib turibdi, ko'rib turibsizlar. 45 pi minus alfa bo'lsa, mana bu burchagimiz alfa minus 45. Vertikal bu, bunisi ham alfa minus 45. Alfa minus 45 bu yog'i shunda 225 minus alfa bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusligida. Keyin biz mana bu uchburchakka bitta kosinuslar teoremasi. Bu a taqsim 2 a taqsim 2 bo'lib qo'yadi. Medianada bu. Xo'sh, medianalar keyin kesishgan nuqtada 2 bir nisbatda bo'linadi. 2x x, 2y y. Demak, 2x y va a taqsim 2 uchun kosinuslar teoremasi. A taqsim 2 ning kvadrati o'sha 2x kvadrati. Qo'shilgan y kvadrati minus 2xy kosinus alfa minus 45 bo'ldi. Keyin mana bu uchburchakka bo'ladi. Bitta kosinuslar teoremasi 2y x va b taqsim 2 uchun mana. Va ikkalasini qo'shib yubordik. A kvadrat plus b kvadrat taqsim 4 bo'ldi. A kvadrat plus b kvadrat 400 ga teng edi. Uni o'rniga qo'yamiz. Keyin biz mana bu uchburchakka ham A O B uchburchakka ham bitta kosinuslar teoremasi qo'lladik. Mana 20 ning kvadrati 2x kvadrati qo'shilgan 2y kvadrati minus 2xy. Demak, kosinus 225 minus alfa. 225 minus alfa 180 minus 45 alfa qilib maydaladik. Xo'sh, 4x keyin to'rtlarga bo'lib yubordik. 100 teng x kvadrat plus y kvadrat bo'ldi. 2xy kosinus alfa minus 45 bo'ldi, minus alfa. Keyin minus 5 ga ko'paytirib yubordik. Mana minus 500 chiqdi. Mana buni sistema qildik. Mana. Keyin sistemadan topdikki x yimiz 400 taqsim 18 ta kosinus alfa minus 45 ekan. 2 qisqartirdik. 200 taqsim 9 ta kosinus alfa minus 45 bo'ldi.
Keyin mana bu x y o'rniga borib qo'ydik. Buni qayerdan chiqqani ham tushundinglar. Birinchidan 2x ko'paytirib 2y ko'paytirib sinus 220 sinus alfa taqsim 2 bu AOB uchburchak yuzini beradi. 3 ta mediani o'tkazganimizda bu uchburchak yuzini teng 2 ga bo'linadi. 6 ta teng uchburchakka ajraydi, bilasizlar, 3 ta mediani o'tkazsak. Shuning uchun AOB ni yuzini 2 ga bo'lib 6 ga ko'paytirdik. Jami ABC ni yuzi chiqadi. O'shanda. Keyin x y o'rniga olib kelib qo'yapmiz. 2 taqsim 9 ta qo'ysangiz alfa minus 45. Sinus 225 minus alfani to'g'irladik. Alfa minus 45 ga o'tdi. Sinus taqsim qo'ysangiz tangensi berdi. Tangens alfa minus 45 ni berdi. Topdik. 1 taqsim 3 ekan. O'rnlariga qo'yib hisobladik. 4 taqsim 400 taqsim 9 degan javob bo'lar.